Bilasizmi, ginekologiyada eng ko'p qilinadigan va qilmasa ham bo'ladigan operatsiya turi qaysi? Bu bachadon endometriy qavatdagi poliplarni olish operatsiyasi. Ayollar nimadan qo'rqadi? Bu bachadon endometriy qavatdagi poliplar rak kasalligiga aylanib ketishi mumkinmi, yo'qmi? Mana shu savolga javob topolmasdan qiynalishadi. Hozir men sizga shunaqa statistik ma'lumotlarni aytamanki, eshitib hayron qolasiz. Poliplar har xil bo'ladi. Poliplarni qanaqa ekanligini UZI apparatlarida aniqlab bo'lmaydi. Bularni faqat gistologik analizlar yordamida aniqlash imkoniyati mavjud. Hamma poliplar ham bir xilda xavfli emas. Eng ko'p uchraydigan polip bu jelezistli poliplar. 45% gacha uchraydi. Endometriy bezlardan paydo bo'ladi. Yoshlarda uchraydi, lekin hech qachon onkologik kasallikka olib kelmaydi. Keyingisi bu fibroz poliplar. Ular biriktiruvchi to'qimalardan kelib chiqadi. 40 yoshdan keyin uchraydi, hech qachon xavfli rak kasallikka olib kelmaydi. Jelezistli fibrozli poliplar. Ular aralash tipdagi poliplar hisoblanadi. Har xil yoshdagi bemorlarda uchraydi. Bular ham xavfsiz hisoblanadi. Shulardan faqat adenomatoz poliplargina xavfli rak kasalligiga olib kelishi mumkin. Bilasizmi, statistikada bu qancha uchraydi? Bor yo'g'i 1,5%. 1000 ta ayoldan 15 tasida adenomatoz poliplar uchrashi mumkin. Shu adenomatoz poliplarni ham onkologiyaga o'tishi mumkin degan ehtimol bor yo'g'i 6%. Ya'ni gistologik adenomatoz polip deb aniqlangan 15 ta ayoldan ham faqat bittasidagina rak kasalligi kelib chiqishi mumkin. Demak, 1000 ta shu endometriy polipini olib tashlash operatsiyasini o'tkazganimizdan keyin shifokorlar faqat bittagina kasalni rak kasalligidan qutqarib qolgan bo'lishadi. Qolgan 999 ta bemor har ehtimolga qarshi operatsiya qilingan bo'ladi. Bundan tashqari, ularning ikkitasidan bittasi 1-2 yilda polip qayta o'sib chiqqanidan shikoyat qilib keladi. Shunday qilib, xirurgik konveyer yuzaga keladi. Eng yomonini aytsam, bu poliplarni uy sharoitida davolash mumkin. Bu polip hayz bilan birga chiqib ketishi mumkin. Xuddi so'gal tushib ketgani kabi. Lekin buni sizga hech kim aytmaydi. Shunaqa ma'lumotlar, foydali ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, Nasaf Med klinikasiga murojaat qiling. Sahifamizga obuna bo'ling, foydali ma'lumotlarni do'stlaringiz bilan birga ulashing.